Abdurashid aka 10 kundan so'ng Shohidaning tug'ilgan kuni ekanligini eshitib, uni xursand qilmoqchi bo'ldi. O'g'li Abrorga qo'ng'iroq qilib, so'rashgach muddaoga o'tdi. Senga bir iltimosim bor edi o'g'lim, lekin yo'q demaysan. 10 kundan keyin Shohida opangning tug'ilgan kuni. Shuni bir ziyofat qilib nishonlab, yaxshi sovg'a olib bersang degandim. Otasining iltimosidan Abror biroz og'rindi, lekin xafa qilib qo'ymaslik uchun sezdirmay roziligini bildirdi. Telefondagi suhbatni tinglab turgan xotini Salomatning jahli chiqdi. Otangiz qariganida birovni xotini bilan yurib, butun qishloqdagilarning oldida bizni sharmanda qildi. Nima, biz oshib toshib yotganmidik? Uning jazmaniga tug'ilgan kun qilib beramiz? Undan ko'ra o'sha xarajatni uyga, bolalarga qiling dedi. Qo'ysangchi, qanday qilib otamga yo'q deyman axir? Abrorning Salomatga gapirgan shu birgina gapi uni battarroq tutaqib ketishiga sabab bo'ldi. Otasining sha'niga aytilayotgan haqoratli gaplarga Abror chidab tura olmadi. Ikki o'rtada janjal chiqdi. O'zini haq deb hisoblagan Salomat jahl ustida uyni tashlab chiqib ketdi. Narigi xonada uxlab yotgan Bashar shovqin so'ronni eshitib, kech bo'lganda yolg'iz chiqib ketayotgan onasini avvaliga to'xtatmoqchi bo'ldi. Keyin esa unga gap uqtirib bo'lmasligini tushunib yetgach, kuzatib qo'yish uchun mashinaga o'tirdi. Ikkovlari Abrorni akasi yashaydigan uyga bordi. Alam uxlab yotgan ekan. Uni uyg'otib voqeani aytib berdilar. So'ng ovqatlanib qaynog'a va kelin bir shisha aroqni ham ichib tugatishdi. Ichkilik ta'sirida ikkovi Abrorning qiliqlari muhokamasini boshladilar. Shunda Alam, "Ey Salomat, otam olamiz sharmanda qilyapti. Bunday sharmanda bo'lib yurgandan ko'ra o'lgani yaxshi edi. O'lmasa bir kun o'zim uni o'ldiraman" dedi. Alam aka, ertaga men o'sha Shohida deganlarini topib, bir ta'zirni berib qo'yaman. O'zlaricha reja tuzib olganlaridan so'ng ona bola uylariga qaytib ketdi. Alam esa mast holatida otasining qiliqlari haqida o'ylay boshladi. U otasiga mehrsiz bo'lib, u bilan urushib qolganida baqirib so'kib tashlar, o'ldiraman deb dag'dag'a qilar edi. O'z onasining keyin otasi ikkinchi marta uylangan o'gay onasining o'limiga ham otam sabab bo'lgan deb o'ylab, uni o'ldirishga ahd qildi. Ertasi kuni ertalab Salomat ikki qayni singlisi Ovsini va Alam bilan birgalikda Shohida ishlaydigan choyxonaga borishdi. Uni topib, hammalari har tarafdan talay kechishdi. Salomat esa balanddan kelib, 70 dan oshgan chol bilan yurib nima qilasan? Yoki puli ko'p deb o'ylayapsanmi? Senga beradigan ortiqcha pulimiz yo'q. Agar yana bir marta u bilan birga yurganingni ko'rib qolsam, mashinamda seni bosib ketaman. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Hozir hammamizni oldimizda otangiz bilan yurmayman deb qasam ichasan va tilxat yozib berasan deb dag'dag'a qildi. Bu gaplardan esankirab qolgan Shohida, otangiz bilan 5 yildan beri tanishmiz. Ularga kelmang desam ham o'zlari kelaveradilar. 4 nafar farzandim bor, erim bor. Agar erim bilib qolsa men o'ldiradi. Uyimga bormay shu yerga kelganingiz yaxshi bo'libdi, dedi va tilxat yozib berdi. Shundan so'ng farzandlar maslahatlashib, hammalari bir bo'lib otalariga nasihat qilishni rejalashtirishdi. Bu voqealardan bexabar katta aka Asadga qo'ng'iroq qilib, uni ham chaqirdilar. Otasiga nasihat kor qilmasligini, hammaga baqirib so'kib chiqib ketadigan odati borligini bilgan Asad ularga oilaviy majlisning foydasi yo'qligini tushuntirdi. Ichkilik ichib, uyda yotgan Alamning miyasiga otasi qilib yurgan ishlari haqidagi har xil fikrlar kelib uxlay olmadi. Keyin o'zi tuzib chiqqan rejani amalga oshirish uchun yostig'ining tagidagi pichoqni oldi va otasining uyiga amakisining hovlisi orqali o'tdi. Abdurashid aka kechki soat 1 dan oshganida o'g'lining kelganiga hayron bo'ldi. Nima gap, tinchlikmi? Onamning o'zini osib o'ldirishiga siz sababchi bo'ldingiz. Ikkinchi xotiningiz ham sizning qiliqlaringizga chidolmay vafot etdi. Onangning o'limiga kasalligi sabab bo'lgan. O'gay onangning ham sog'lig'i joyida emas edi. Keyin sen nimani ham bilarding? Nega meni aybdor qilyapsan? Alam otasiga tikilib turdi. Onasining o'limidan oldin dadangning yurishi shu bo'lsa, o'zimni o'ldiraman yoki yoqib yuboraman degan gaplari yodiga tushdi va otasiga tashlandi.
Otasi o'g'lining hujumidan gangib qoldi. Alam uni mahkam bosib olib, qarshilik qilib tipirchilashiga qaramay, yuragiga 7-8 marta pichoq sanchidi. Keyin pichoqning qoni oqmasin deb sochiqqa o'radi va otasining ustiga yerda yotgan yostiqlarni tashlab, uydan chiqib ketdi. Jinoyat izlarini bekitgan Alam avvaliga indamay yurdi. Undan gumon qilganlarida ham aybini bo'yniga olmay, bu ishni jiyanim Bashar qilgan bo'lsa kerak dedi. Lekin haqiqat qaror topdi. Alamning qotilligiga iqror bo'lishidan boshqa chorasi qolmadi.